challenge bir bahona edi. Asosiy maqsadim ijtimoiy faollikni barqarorlashtirish. Bugun shikoyatsiz 90 kun challengening 10-kuni. Har safar foydali odatni shakllantirish uchun 30 yoki 90 kunlik challenge boshlaganimda hayotimda tartib paydo bo'lganini sezaman. Hozirgi challenge sabab ko'payib ketgan ishlardan nolinish yo'q. Aksincha, vaqtimni to'g'ri taqsimlashni boshladim. Natijada ko'proq ishlarga ulguryapman. Boshlovchilik faoliyatim bilan birga marketing sohasida ham ko'zga ko'rinarli natijalar bor. Masalan, doimiy hamkorim Nержавеющий мир kompaniyasining Instagram sahifasida obunachilar soni 10 mingdan oshdi. Bu zanglamas metalldan mahsulotlar ishlab chiqaradigan mahalliy kompaniya uchun o'ylaymanki yaxshi natija. Ishlab chiqarish hajmi esa bir necha barobarga ko'paydi. Bundan tashqari, ma'lum va mashhur Imzo kompaniyasining Urganch shahridagi rasmiy shou-rumi uchun ham marketing xizmatlarini ko'rsatishni boshladik. Bilasizmi, yuqorida aytgan natijalarimning barchasida sizning katta hissangiz bor. Biz hozircha millionta emasmiz, lekin sifat sondan ancha muhim ekanligini bilamiz. Mana shu vlogim orqali esa sizga katta rahmat aytmoqchiman. E'tiboringiz, ishonchingiz, like hamda izohlar orqali qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun katta rahmat. Shikoyatsiz 90 kun challenge davom etadi.